Voy, eshitdinglarmi? Alisa endi o'zbek tilida gapirayotgan ekan. Wow. Wow. Зарядкасы. Привет, это Алиса. Рада знакомству. Я живу внутри Яндекс-станции МИДИ и сейчас расскажу, как ее настроить. Сначала установите на телефон приложение «Дом с Алисой». Затем откройте приложение, нажмите на фиолетовый значок и скажите мне: «Алиса, настрой колонку». После настройки возвращайтесь. Поболтаем. O'zbekcha gapirishiga ishonmayapsizlar-a? Unda eshitinglar. Alisa, bugun ko'chada ob-havo qanday? Hozir Toshkentda plus 25 kun bo'yi havo ochiq. Wow, toza o'zbek tilida gaplashyapti. Alisa, sen o'zbek tilini qayerdan o'rganding? Men o'zbek tilini Yandexda o'rgandim. Avval rus va ingliz tillarida gapirganman, keyin esa o'zbek tilini ham o'zlashtirdim. Alisa, kim eng zo'r sun'iy intellekt? Sun'iy intellektlar orasida men o'zim haqimda gapira olmayman, lekin Yandex 5 Pro juda kuchli va zamonaviy model hisoblanadi. U ko'plab tillarni biladi, savollarga aniq javob beradi va ijodiy vazifalarni ham bajara oladi. Endi Alisa nafaqat buyruqlarni, sizni ham juda yaxshi tushunadi. U musiqa qo'yadi, siz aytgan vaqtga budilnik qo'yadi, siz bilan hazillashadi. O'zbekcha versiyasi alohida zavq. O'zbekcha gapir deb yozgan kommentariyalar o'z kuchini ko'rsatyapti. Endi ham kommentariyani ayamanglar. Ushbu Alisa kolonkalarni halol muddatli to'lov evaziga Texnomartdan o'zingizga qulay to'lov ustuvi bilan xarid qiling.